So'nggi yangiliklarga ko'ra, UEFA, AFK va CONCACAF rasmiy ravishda FIFAga Gianni Infantinoning iste'fosini talab qilib xat yozishibdi. Ular ishonchga xiyonat qilindi, buning badali to'lanishi kerak deganmish. Xatdagi eng keskin jumlalardan biri futbol hech bir shaxs yoki tashkilotga tegishli emas. Buning sababi aniq. Gianni Infantino FIFAning 21% ulushini 4,2 milliard dollarga sotishga urindi. Agar xat qanoatlantirilib, Infantino o'z lavozimidan ozod etilsa, FIFAning yangi prezidenti kim bo'lishi kerak? Ushbu mashmashalarsiz FIFA prezidentligi uchun saylov 2027-yil mart oyida bo'lib o'tishi kerak edi. Bir necha oy oldin Infantinoning hech qanday raqobatchisi yo'q edi. Ilk nomzodlardan biri UEFA tomonidan ilgari surilgan PSG jamoasining prezidenti Nosir Al-Xelafi. U so'nggi yillarda jamoasini dunyoning eng dominant klublaridan biriga aylantira olgani uchun ham ushbu lavozimga munosib ko'rildi. Biroq u bu taklifni rad etdi. Yana bir katta nom, shubhasiz UEFA prezidenti Aleksandr Cheferin. 2016-yildan beri CONCACAF rahbari bo'lib kelayotgan Viktor Montagliani ham FIFA prezidentligi uchun tilga olinayotgan nomlardan biri. Osiyo futbol konfederatsiyasi rahbari ham ehtimoliy nomzodlar qatorida. Qizig'i 2016-yilgi prezidentlik saylovida u Infantinoga qarshi kurashib mag'lub bo'lgan. Yana bir ehtimoliy nomzod Norvegiya futbol federatsiyasi rahbari Liza Klavenes. U Infantinoning siyosatini keskin tanqid qilishi bilan tanilgan. Va albatta FIFA ichidan ham boshqa nomzodlar paydo bo'lishi mumkin. Saylovda ishtirok etmoqchi bo'lganlar 18-noyabrgacha o'z nomzodini e'lon qilishi kerak. FIFAda keskin o'zgarishlar kutilmoqda. Voqealar rivojini birgalikda kuzatishni istasangiz, menga obuna bo'ling.